Befarosatlar janazadan video olib tarqatayotgan befarosatlar, ahmoqlar, to'nkalar va ana o'sha videoni ijtimoiy tarmog'iga joylangan ijtimoiy tarmoqdagi sahifadan videoni o'ziga ko'chirib olib, o'zini shaxsiy profiliga joylayotgan dunduklar, duplar, ahmoqlar. Kechadan beri ijtimoiy tarmoqqa kiryatuvdim, qayerdan ham kirdim deb o'tiribman-da. Bugun qarasam, ijtimoiy tarmoq sahifalariga janazadan video joylanyapti. Bir xonadonda kimdir vafot etibdi. Yo farzandi jigari yoki ota-onasi kim men bilmayman, tobutni ko'tarib erkaklar olib chiqib ketyapti, ayollar orqadan yig'lab faryod chekyapti. Erkaklardan bittasi hushidan ham ketib qoldi. Uni ko'tarib chekiga olishyapti. Endi mana shu joyda qarangki, bir beparosat odam sifat ayol yo er maxluq birovni xonadoniga hamdardlik bildirish uchun kirgan bir hayvon o'sha xonadonni ichini videoga olib, hamma jarayonini tasvirga olib, telefoniga olib, ijtimoiy tarmog'iga joylayapti va yana oxiratlari obod bo'lsin, yaqinlariga sabr bersin deb yozib ham qo'yyapti. Hem molga o'xshagan degin keladi ana shu odamga qarab. Endi uni videosini olib, ko'chirib olib, o'zini shaxsiy profiliga joylayotgan ahmoqlarga nima deyish kerak? Sen birovni xonadoniga hamdardlik bildirish uchun kirding, hattoki musulmonchilikda darvozani ichiga nazar tashab qo'yish hatto gunoh. Sen darvozani ichidan ichkariga kirib, xuddi cho'ntakni teskari qilib tashqariga chiqarib qo'ygandek, uyini ichidagi sir asrorni ko'chaga olib chiqib, ayxondan solib nima maza topasan befarosat? 3 nuqta. Nima qilasan birovni xonadoniga hamdardlik bildirish uchun kirib, ana o'sha joydagilarni aziyatini videoga olib uyingdagilarga ko'rsatasanmi? Qo'ni qo'shningga maqtanasanmi? Nima qilasan telefoningni galereyasini to'ldirib befarosat ahmoq? Uni ko'chirib olib profilingga joylab, tanimagan, bilmagan odamiga duo qilib qo'yinglar endi deb duo maqsadida axvatingni oshirish haqida o'ylaysan. Bormi o'zi? Hamiyat, musulmonchilik, odob, axloq, bir oilani sirini oilada saqlab qolish, ana o'sha insonga haqiqiy hamdardlikni ifodalash. Senga bir savol, seni xonadoningda janaza bo'lsa, darvozangdan kirib telefon ko'tarib turgan odamni ko'rsang nima deysan? Mol. Nima deysan? Bu darajada bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Seni o'zingni jigaring, farzanding, otang, onang o'lib qolsa, tasavvur qil, uyingga kirib birov videoga olib turganini ko'rib qolsang, qo'lingga kirgan narsani shunga qarab otasan, lekin o'zing birovni xonadoniga kirib olib, musibatini video syomkaga olib, uni hammaga tarqatib bering. Siz videoni ko'ryapsiz, nima qilasiz tarqatayotganlarga bu gap? Nima maza topasiz tarqatib? Kimligini ham bilmaysiz, nima bo'lib bo'lganini ham bilmaysiz. Izohga kirsangiz, kommentariyaga nima bo'lib o'libdi, kim o'libdi, qanday bo'libdi qilib o'tirasiz xolos-ku. Hamma o'ladi bu dunyoda. Bu noyob hodisa emas bu. Yaqinim o'lib qoldi, do'stim o'lib qoldi qilib yig'lab do'stini alamidan, achchig'idan ko'ziga yosh olib, yana shu orada video syomka qilishga ham ahli yetyapti, ulguryapti shu odamlar. Qanaqa qilib seni jigaring vafot etgan bo'lsa, haqiqatda jon kuydirayotgan bo'lsang unga, haqiqatda usiz qolganingdan istirobda bo'lsang, ahlingga video syomkaga olib keladi, o'zingni o'zing syomka qilib olish keladi ana shu paytda miyangga. Haqiqiy hamdardlik bildiradigan bo'lsang, 2 rakat namozingni o'qib, 2 kalima Qur'oningni o'qib, yaratganga ruhiga bag'ishlab qo'y shu o'lgan odammi? Oxiratlarini obod bo'lishini so'rab qo'y. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Bu videoni, bunaqa videolarni tarqatmanglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ertaga boshimizga tushib qolmasin shunaqa jarayonlar.